Do'stlar, Faka Mobilya kanaliga xush kelibsizlar. Iltimos 10 ta obunachini yig'aylik. Shu kunlarda yaqinda tug'ilgan kunim 7-iyungacha 10 ta obunachilik bo'laylik. Iltimos sizlardan podashani kutib qolaman. Iltimos endi bitta obunachilik bo'ldik. 10 tadan bittasi bajarildi. Endi 10 ta obunachilik bo'lsak, yonimizdan bo'lgan bo'lardim. Bunaqa videolardan ko'p chiqib turadi. Men yaqinda best chirog'anini chiqardim. U bestni 2 marta kuchaytirib qo'ydim. Hozirchalik rankat vijdon yetishmovchiligi bo'lyapti. Liga vijdonni beradi. O'sha liga vijdoni World Classic King'ga 100 ta rankat vijdon berdi. U 100 ta rankat vijdonni Van Bestni kuchaytiraman deb o'zim chiqib yurgan edim. Van Best tushmadi. Asosiy George Best tushib qoldi. George Bestga ishlatib ligamiz ko'tarilibdi 85 ga. Men 100 ligani masalan deganman. Mana akkaunt obzori, o'zim akkauntim. Yaqinda shu George Best full qilib ermiga qo'yib qo'ymoqchiman. Ammo shu Mauro Junior'da 1.8 U4 kartasini olmoqchiman. Yaqinda Halloween'da U4 kartasini oldim. Tiki takasi bor ekan. Bir qobilat tiki taka qo'shilibdi bunga. Siz men pul Terinovga ketdi. Terinovkani olmagan ekanman. Pul qo'ydim. O'shanga ketdi o'zi rankatlarni ko'pi. Agar bo'lmasa Bestni full qilib qo'ygan bo'lardim.